Qo'shquduq tumanidagi 20-umumiy o'rta ta'lim maktabida Qushlar va gullar festivali nomli tadbir tashkil etildi. Ushbu festival o'quvchilarda tabiatga muhabbat, ekologik ong va atrof muhitni asrash mas'uliyatini yanada kuchaytirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Navbatdagi tadbir muxbirimiz lavhasida. Tadbir davomida o'quvchilar tomonidan tabiatni asrashga bag'ishlangan sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Shuningdek, qushlar va o'simliklar haqida qiziqarli ma'lumotlar berilib, ularning tabiatdagi o'rni va ahamiyati haqida keng tushunchalar taqdim etildi. Festival doirasida o'quvchilarning rang-barang rasmlari va qo'l mehnati ishlaridan iborat ko'rgazma tashkil etilib, ishtirokchilar katta qiziqish bilan tomosha qildilar. Shu bilan birga she'riy chiqishlar orqali tabiat go'zalligi va uni asrash g'oyasi targ'ib etildi. Bu tadbir katta bayramga ulanib ketdi. Tabiat bayrami deb atasagan bo'ladi buni. Sababi biologiya fani ustozlari boshchiligida maktabning boshlang'ich hamda yuqori sinf o'quvchilarining barchasi jalb etildi ushbu tadbirga. Shuningdek, tabiatga oshno bo'lgan, yuragida tabiatga bo'lgan muhabbati jo'sh urib turgan o'quvchilar tomonidan turli mana bunaqa rasmlar ko'rik tanlovi hamda qush inilarini yasab kelgan o'quvchilarimiz hakamlar hay'ati tomonidan munosib baholandi. Tadbir barcha yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Jonli burchak va shifobaxsh o'simliklar ko'rgazmasi namoyishi esa o'quvchilarga tabiat bilan yaqindan tanishish, ekologik bilimlarni amaliy jihatdan mustahkamlash imkonini berdi. Tadbir doirasida o'tkazilgan turli tanlovlar ishtirokchilarning faolligini oshirib, eng yaxshi ishtirokchilar munosib rag'batlantirildi.